Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi sport maktabi hududida yangidan qad ko'targan 3 karra jahon va olimpiada chempioni Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev nomidagi zamonaviy boks zali foydalanishga topshirildi. Ushbu majmuaning yoz faslida yosh bokschilar ixtiyoriga taqdim etilgani ta'til mavsumida maroqli hordiq chiqarayotgan sportsevarlarga katta tuhfa bo'ldi. Yurtimizning boshqa hududlari qatori Farg'ona viloyatida ham sportning boks turi yoshlar orasida ommalashib borayotgan yo'nalishlarning biriga aylandi. Yaratilgan sharoitlardan munosib foydalanib kelayotgan farg'onalik yoshlar respublika chempionatlari va jahon olimpiada o'yinlarida munosib qatnashib, g'olib va sovrindorlar safidan joy olishmoqda. Ana shunday baxtli yoshlar qatoriga bugun Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevni ham qo'shish mumkin. Iqtidorli bokschimiz faoliyati davomida 3 karra jahon chempionligini qo'lga kiritib, Parij olimpiadasi o'yinlari g'olibiga aylandi. Hozirda ham iqtidorli bokschi dunyoning yetakchi sportchilarni mag'lubiyatga uchratib, mamlakatimiz o'g'lonlarining qanday imkoniyatga ega ekanligini amalda ko'rsatib kelmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Olimpiya o'yinlari g'olibi Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevning nomiga yangi boks zali qurilib foydalanishga topshirilgani chempionni behad quvontirdi. Avvalambor yurtboshimizga juda katta rahmat aytamiz. Bunaqa katta sharoitlar, imkoniyatlar yaratib beryapti. Bugun Rishton tumanimizga boks zali qurib bitkazildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Zalimizdan eng kamida o'zimga o'xshagan 3 karra jahon chempionlari, olimpiada chempionlari kelib chiqadigan umiddamiz. Men bunga ishonaman. Boks zalining ochilish marosimi Rishtonda katta tantanaga aylanib ketdi. Unda so'z olganlar prezidentimiz tashabbusi bilan sportsevar yoshlarning har jihatdan qo'llab-quvvatlanishi, qishloq yoshlari orasidan ham Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev singari Olimpiya o'yinlari g'oliblarini kashf etayotganini faxr bilan tilga olishdi. Kelgusida ushbu majmua yangi boks yulduzlarining kamol toptirishiga umid bog'lashdi. Shu kunning o'zida Olimpiya o'yinlari g'olibi Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev yosh bokschilar uchun mahorat darsini o'tib berdi. Bu esa umidli charm qo'lqop ishqibozlarida katta taassurotlar qoldirdi. 5 yildan beri shug'ullanib kelaman. O'zbekiston chempionatida faxrli o'rinlarni egallab kelmoqdaman. Bugun bizga xursandchilik hamma sportchi bolalarga. Asadxo'ja akamizga o'xshab kelajakda olimpiada chempioni, jahon chempioni bo'lishga harakat qilaman. Shu kunlarda o'quvchi yoshlar yozgi ta'til mavsumida maroqli hordiq chiqarishmoqda. Ushbu inshootning ta'til kunlari topshirilishi ayni muddao bo'ldi. Endilikda o'g'il va qizlar qo'shimcha tarzda faoliyati yo'lga qo'yiladigan boks to'garaklariga kelib, imkoniyat darajalarini oshirishadi. Ishonamizki, zamonaviy boks majmuasi kelgusida ham Olimpiya o'yinlari g'oliblarining kashf etishda munosib samara beradi.